kerak, bitirish kerak. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qo'shni o'zingizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Imoratingiz juda ham chiroyli chiqyapti, ko'rdim. Bizning tarafga 2 metrcha o'tib ketib qolibdi. Ustinglar ozgina o'lchamda adashmadimikan deb o'tgandim. Ha, qo'shni ozgina chiqibdi-da. Bilasiz, uyda mashina ko'p, bitta mashinani shu yoqqa qo'yamiz-da. Ha, mayli. Uzurinda qo'shni. Sog' bo'ling. Xo'jayin aytdim-ku, shu qo'shnini joyi deb baribir gapiryapti. O'zim hal qilaman. Nima ham kelardi qo'lidan buni. Assalomu alaykum. Said aka, yaxshimisiz aka? Qo'shni safarlardan yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Ukangiz ham mana otaxo'lini chiroyli qilib qurib imoratlarni. Sizlarga ziyon yetkazib qo'ymadimi? Manzilda qurilishlar qilib? Ha, yo'q, qo'shnimiz-ku. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalom. Nima hali qo'shni tomonga qurilish o'tib ketdi? Aka, chet ellarda qiynalib ishlab kelyapsiz-da. Bir mazza qilib yoyilib yashaydi-ku. O'zingni ham qurilishini ham yig'ishtirib ol. Joyiga qaytarib qo'yganmasin. Qo'shnini 1-2 metr joyini o'zlashtirib olaman deb, anti ertaga boradigan 2 metrlik joyini unutib qo'yapsan. Ey bola, ertaga mashta senga nimadir bo'ladigan bo'lsa, mendan birinchi qo'shni chiqadi oldinga holingdan xabar olgani. Puli yo'q, indamayapti degani, seni bilganingni qilishing kerak degani emas.